Yo, salom do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Bugungi videoga Arroda 12-qismida tomosha qilamiz. Video ostiga like bosib qo'yishni unutmang va obuna bo'ling. Mana, bu senga sovg'a. Men chekmayman, suyaklarimga zarar. Hali sen bilan birga ko'p ishlaymiz. Qaysarlik qilmasdan olsang-chi. Mayli, bir marta chekaman. Bu birinchisi va oxirgisi bo'ladi. Boshqa yaqinlashmayman. Urra! Hozir yoqib beraman. Seni qara-yu. Voyaga yetmaganni chakishga undayapsan. Yoshing 20 emasmi? Yo'q, albatta. Unda chekish senga mumkin emas. Qani berib turchi. Unday bo'lsa, buni senga saqlab qo'yaman. Ko'rasan, katta bo'lganingda sen ham biror nimaga o'rganib qolasan. Shunda seni mehmon qilaman. Arvoh iblisining ko'zlari bo'lmaydi. U qo'rquvni his qilib hujum qiladi. Menga buni Ximena aytib bergan. Ximena. Biz tez orada ko'rishamiz. Ilon! To'xta. Kabeni, nega hali ham xizmatda qolding? Yaqinda mukofot puli berishadi.
Voy xudoyim-a. Go'sht bu go'sht. U cho'chqanikimi, hayvonikimi, odamnikimi, nima farqi bor? Umuman o'xshamaydi-ku. Bu yerga qilich odamni o'ldirishga kelgandek esingdan chiqdimi? Agar uni ushlasak, yeyishni xayolingga keltirma. Yo'qol. Menga qara, hali bizni sezishgani yo'q. Shovqin chiqarma, xo'pmi? Meni Paver deyshadi. Ay! Hammangizni bittalab o'ldiraman. Qani olg'a. Daisy, men bilan yur. Menga yordam berasan. Qani, tayyormisizlar? Mana sizlarga bu sizlarning jazoingiz bo'lsin. Bitta qolmay o'lib ketlaring. Oho, bu yog'i jiddiy o'xshaydi. Daisy, meni kuchim qanday ekanini ko'rib qo'y. Meni Paver deyshadi, yengilmas Paver. Hay Iflos, seni ham topdim. To'xta, shoshmay tur. Kel biroz gaplashamiz. Nima? Biz taslim bo'lishga tayyormiz. Bu o'zingni qanday tutishingga bog'liq. Biz axir shunchaki qasos olmoqchimiz. Boshqa niyatimiz yo'q. Denzi, sen ularning og'aynilarini va meni bobomni o'ldirgansan. Shuning uchun qasos olmoqchi edik. Ularni shunchaki o'ldirganim yo'q-ku. Ularni hammasi zombiga aylanib qolgandi. Yolg'on gapirishni bas qil. Senga o'xshagan ahmoqlar doim yolg'on gapirishadi. Ha mayli, rost gapirding ham deylik. Zombilar oldin inson bo'lgan. Ularni o'ldirganingga vijdoning qiynalmayaptimi? Yo'q, albatta. Savatari meni juda ko'p afsun qildi. Tushunishim bo'yicha yuragim o'rnida. Qilich iblisi yuragi urmoqda. Hattoki men ham. Tunlari biror zombini o'ldirsam, vijdonim qiynaladi. Shunday ekan ishonaver. Sen endi inson emassan. Nima bo'lganda ham agar vijdoning qolgan bo'lsa, indamay seni o'ldirishimizga qo'yib ber. Yepsan. Tushunarli. Unda men seni qiymalab tashlayman. Qani harakat qilib ko'r, Iflos. Tushunmadim. Meni o'ldiraman deb hozirgina gapirgan kim edi, sen emasmi? O'lish vaqting keldi. La'nati. Oh! Chiqib ketay dedim. O'tgan galgidanda kuchliroq bo'lib qolibsan. Dainsi, nima uchun jang qilyapsan o'zi? Hozirgi hayotimni saqlab qolish uchun, menimcha. Davlat xodimlarining hayoti shunchalar yaxshimi? Atrofingda har doim seni o'ldirishga tayyorligini hisobga olmaganda, yaxshi desa ham bo'ladi, yomon emas. Shuning uchun hozir sen adabingni berib, keyin mahkamani oldiga maqtanish uchun boraman. Menga aniq kuching yetmaydi. Nima? O'zingni yutdim deb o'ylayapsanmi? Men esa hali boshlaganim ham yo'q. La'nat qumursqa!
Qayerga qoldi? Ustimdan kishi qol iflos. Yaxshimisiz? Ha? Ay, to'xta, qimirlayma. Ay, menga qara. Shu ishingni qilishni bas qilsang bo'lardi. Orzuga ayb yo'q. Mana bo'ldi. Jang qiladigan hech narsang qolmadi. Menga quloq sol, Denzi. Seni o'ldirishimdan avval bobomni o'ldirganing uchun mendan uzr so'ra. Hali jang qila olaman. Umuman olganda zanjirli arab ushda nima ko'rmisan? Ahmoq! Ba'zida mag'lubiyatni tan olishni bobom senga o'rgatmaganmi? Undan uzr so'ra. Shunda og'riqsiz seni o'ldiraman. Usulingni nozik tomonini sezdim. Menga o'zing yordam berding, tentak. Nima? Bobongni o'rgatmaganmidi? O'lja hech qachon ovchini gaplariga ishonish kerak emas. Xayrli tong. Rostdan ham xuddi menga o'xshaydiganga o'xshaysan. Qo'lingda mana qilichlar yashirilgan. Tag'in qaytadan dunyoga ham kelding. Men seni o'ldiraman. Bo'laklarga bo'lib tashlayman. Do'pposlangan ko'pakni akillashini qaranglar. Politsiya xodimlari kelmaguncha sen bilan o'zim o'tirib turishga majburman. Senga juda ham ko'p savollarim yig'ilib qolgandi. Sen iflosni deb bizni Ximenamiz halok bo'ldi. U juda ham chiroyli qiz edi. Sen iflosni deb dunyo bunday go'zallikdan ayrildi. Uni o'lim uchun hatto uzr ham so'raganing yo'q. Endi qamoqda umring chiriydi. Xo'sh, bunga qanday chidashim kerak-a? Xuddi menga biror narsa qila oladigandek. Nima bo'lganda ham sen davlatlaychasisan. Oh, topdim. Bir o'yin o'ynayman. Qanday? Oh, vaqtida kelding. Hayekava gapiryapti. Men yo'ldagi soat binosi oldidaman. Jinoyatchi qo'lga olindi va harakatsizlantirildi. Yordamchi kuch kerak. Menga qara, sen ham o'ynashni xohlaysanmi? Juda ham zo'r o'yin o'ynaymiz. Nimalar deyapsan o'zi? Bu iflos to'pponchadan Ximena tomon o'q uzgan. Kel uni ham sindiramiz. Bu yerda seni yordaming kerak bo'ladi.
ketma ket uni nozik joyiga zarba beramiz. Politsiya xodimlari kelguncha uni eng ko'p baqirtirgan yutgan hisoblanadi. Aqling joyidami? Tushunmadim. Nima xohlamaysanmi? Bizning asosiy ish bu odamni do'pposlash emas. Uni qo'lga olishdan iborat edi. Undan tashqari bu ishimiz Ximenaga yoqmagan bo'lar edi. Ha, mayli, tushunarli. Menga qara. Agar yutsam nimani olaman? Shu ham savol bo'ldi-yu. Uni qo'lga kiritgan unvonni olasan. Nima? Voy, to'xtanglar. Yo'q, kerak emas. Yo'q! Ximena, bizni samolardan eshityapsanmi? Bu bizning Denzi bilan sen uchun olgan qasosimiz. Ushbu hujumlar ortida Akeni Savatari turgani aniqlandi. U davlat ovchilaridan biri bo'lgan. O'qotar iblis bilan shartnoma tuzib, Yakutzani qurol bilan ta'minlagan. Ushbu shartnoma ortidan Savatari Ara odam yuragini qo'lga kiritmoqchi bo'lgan. Tushunarli. Menga-chi zanjirli arra odamning yuragini u nima qilmoqchi bo'lgan? Afsuski, buni aniqlashga ulgurmadik. O'z joniga qasd qilish? Menimcha bu o'qotar iblis bilan shartnoma sharti bo'lgan. Ularni qo'lga olgan binoyimizdan o'q otar iblisni 1 kilogramm 400 gramm terisini topdik. Bizni qo'l ostimizdagi 5 kilogramm bilan birlashtirganimizdan so'ng barcha o'z egasi tomon harakatlana boshladi. Va nihoyat boshlanibdi-da. Xo'sh, qaysi tomonga yo'naldi? Sizlar bilan aytib guruhi bo'ldi. Kimlar ovoz berganini aytishim shart emas, o'zingiz ham bilasiz. Oxirgi qismini negadir studiyada bergimiz kelib qoldi, shuning uchun mana keyingi faslni studiyada ovoz berishga harakat qilamiz.そうめいな瞳で世界は知る
yana mana shu tush kiryapti. Har doim bir xil tush. Uyg'onsam esa esimdan chiqib qolyapti. Denzi, Ha? Patita. Patita, yonimga chiq. Hech bo'lmasam tushimda seni ko'rib olay. Denzi. Bu eshikni hech qachon ochma. Menga aytchi Denzi. Nimani tanlagan bo'larding? Xonaki sichqon bo'lishnimi? Yoki yovvoyi?